Yetdimi? Assalomu alaykum. Xushnud avtomobillar. Mana bugun 2025-yil 18-dekabrda bo'lgan navbatdagi savdomiz xudo xolasa Spark avtomobili bo'ldi. Oqsham 2013-yilda ishlab chiqarilgan Sparkimizni 57 million so'mga qo'yib berdik. Xudo xolasa og'alarimiz Shavotdan kelgan ekan 55 million so'mga naqd pul berdik og'amiz. Og'a tabriklaymiz. O'tlar uzak olsin, teyindan shamollab tursin. Rozimisiz? Shunda avtomobil istaklaringiz. Omad tilang. Rahmat ağa. Bundan ham zo'rlarni olib minib o'tirmak nasib etsin ağa. Zo'r mashinalarni berib o'tiramiz. Mubina qizimiz ham tabriklaymiz. Bundan ham zo'r mashinalarni berib o'tiramiz. Yaxshimi qizim? Kelaversa, xudo xolasa Xushnud avtoda xizmatdamiz. Shuning nim mashinalar kerak bo'ladigan bo'lsa, Xushnud avtoga kelib xarid qilaverasiz. Mashinalarimiz akkuratniy holatda ishlarini ko'rsatib o'tamiz yana. 2013-yilda ishlab chiqarilgan Sparkimiz xudo xolasa bugundan boshlab Shavot ko'chalarida ko'raverasiz mashinamizni. Videomiz yoqqan bo'lsa, bir like'larni bosib, obuna bo'lib qo'shib qo'yamiz. Azizlar e'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Kelaverasizlar.